Xudo xohlasa Sankt-Peterburg Urganch yo'nalishi bo'yicha registratsiyamiz boshlandi. Samarqandga o'tayotgan pasajerlarimiz bemalol murojaat qilaverasizlar. Aviakassa Surxon odamlari xizmatdamiz. Boburjon akani ham kutib oldim, chiroyli qilib o'tkazib, kuzatib qo'yaman. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Aviakassa Surxon odamlari Xudo xohlasa bu yog'ini chiroyli qilib, endi bu yog'i bagajlarni o'tkazamiz. Bundan tashqari dokument bor akalarimizga bez problema ketaveradi. Shunaqa gaplar, xizmatdamiz. Ertaga Termizga uchayotgan ko'kalarimiz soat 8:30 dan keyin kelaveringlar. Chunki deganda oldinroq kelsalar bittadan tarqagan haromilar bo'ladi. Seriyozdan aytyapman, shuning uchun 8:30 dan keyin kelaveringlar. Bemalol uspet qilaveramiz, Xudo xohlasa. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan Aviakassa Surxon odami Jahongir Jomon, Urganch, Sankt-Peterburg, Samarqand yo'nalishi bo'yicha aviaqatnovlarimiz bor. Iloji bo'lmaganidan Samarqandga uchayotganlarimizni hammasini bez bagajlarni chaqirib oldik. Bagaj, bez bagajlarni mana shu 6 ta pasajer. Bagajlarni pastga qo'yib qo'ydim, Xudo xolasa. Hozir mana bu yerdan bez bagajlarni chiroyli qilib o'tkazib qo'yaman. Bu imkoniyat bor, bez bagajlarni oldinroq o'tkazib yuborish imkoniyatlari bo'ladi. O'shaning uchun, chunki deganda kecha smenada ko'rlang, pastda 2 soat, 3 soatlab men ham ushlab o'tirdim. Yonimdagilar sotib qo'ygani uchun bez dokumentlarni olib kiryapti deb. Endi shu smenaga ko'rinmasdan, shu smenaga tushirmasdan odamlarimni olib kirmoqchiman. Может, yana sotib beradi boshqalar. Qo'llab-quvvatlaysizlar, tanish bilishlarni qo'shib qo'yasizlar. Xudo xolasa xizmatdaman, bemalol bilet xarid qilaveringlar, chiroyli qilib o'tkazib, kuzatib qo'yish bizdan.